Assalomu alaykum. Barchangizni bizning loyihamizda Toshkent davlat yuridik universitetining talabalar assotsiatsiyasi loyihasi H-Pro yuritayotgan onlayn darslarda ko'rib turganimizdan juda xursandmiz azizlar va biz bugun davlat va huquq asoslarining 8-sinf kitobini birgalikda o'rganishni boshlaymiz. Nazarimizda xalqimiz ichida huquqni ommalashtirish va abituriyentlarimizga oliy o'quv dargohlariga kirishga yordam berish biz uchun Toshkent davlat yuridik universiteti talabalari uchun katta baxt deb o'ylaymiz. Va bugun azizlar sizlar bilan shaxs mavzusiga to'xtalamiz, ya'ni davlat va huquq asoslari kitobining ilk mavzusi va nazarimizda huquqqa kirib borayotganingizda bilishingiz juda zarur bo'lgan bir termin sifatida mazkur tushunchani o'rganib boramiz. Azizlar, inson tug'ilganidan, o'sishidan boshlab uni ma'lum bir so'zlar bilan biz nomlantirishni, unga ta'riflar berishni boshlaymiz. Inson tug'iladi, gapirishni boshlaydi, so'zlarni o'rganib boradi yoki unda yeyish, ichish kabi bir ehtiyojlar paydo bo'ladi va bu aslida insonning biologik ehtiyojlari. Ya'ni biologiya nuqtai nazaridan biz uni odam deb klassifikatsiya qilishimiz mumkin. Ya'ni boshqa bir mavjudotlar ichida ajralib turadigan o'ziga xos bo'lgan xususiyatlar, biologik xususiyatlarga ega bo'lgan, jismoniy xususiyatlarga ega bo'lgan bir jonli tuzilmani biz odam deb atashimiz mumkin. U jamiyatga kira boshlaganidan so'ng, jamiyatda o'z o'rnini topganidan so'ng va jamiyat bilan muloqotlarda unga ko'proq inson jumlasi ishlatilishni boshlaydi. Ya'ni inson deganimizda ko'proq odamiy qandaydir hissiyotlar, odamiy jihatlar paydo bo'lishni boshlaydi. Va ma'lum bir vaqt o'tishidan so'ng insonning bilimlari paydo bo'ladi. Uning o'ziga xos xohishlari paydo bo'ladi. Uning o'ziga xos istaklari paydo bo'lishni boshlaydi. Va mana shu istaklar, mana shu bilimlar, o'ziga xosliklar uni bora shaxsga aylantiradi. Shaxs deb nomlanuvchi inson odatda o'ziga xos madaniyat va o'ziga xos bo'lgan fikrlarga, o'ziga xos bo'lgan fikrlash madaniyatiga ham ega bo'ladi aslida va biz uni endi alohida mana shu boya aytib o'tgan odam degan biologik tushuncha va inson degan ijtimoiy tushunchaning ichidan u o'ziga xos bo'lgan fikrlar bilan ajratib olishni boshlaymiz. Va mana shu holatda u shaxsga aylanadi. Ya'ni uning qandaydir shaxsiy fikrlash doirasi, shaxsiy dunyoqarashi va har xil munosabatlarga shaxsiy yondashuvi paydo bo'lishni boshlaydi. Va bu joyda inson va odam shaxsga aylanadi. Va aytib o'tganimizdek, shaxs jamiyatda o'z o'rniga ega bo'ladi. Bu degani jamiyatda vujudga kelayotgan munosabatlar, jamiyatda paydo bo'layotgan ma'lum bir aloqalarda shaxs o'z o'rniga ega bo'lishi kerak degani. Masalan, mehnat munosabatlarida shaxsning o'ziga xos bo'lgan manfaatlari paydo bo'lishi mumkin. Yoki olaylik oilaviy munosabatlarda ham shaxsning o'ziga xos bo'lgan manfaatlari va xohishlari vujudga kelishi mumkin. Va bunday qilib shaxs jamiyatda o'z o'rnini egallab, o'ziga xos bo'lgan manfaatlarni amalga oshirishni boshlaydi. Biz hozir siz bilan shaxsning vujudga kelishi to'g'risida gaplashdik. Endi esa ko'proq shaxs tushunchasiga yurisprudensiya, ya'ni huquqshunoslik nuqtai nazaridan yondashamiz. Yurisprudensiyada shaxs ikkiga bo'linishi mumkin. Yuridik shaxslar va jismoniy shaxslar. Jismoniy shaxslar deganimizda faqatgina o'zining, ya'ni insonning manfaatlarini amalga oshiruvchi va inson sifatida huquq va majburiyatlarga ega bo'lgan individ, odam tushuniladi. Endi yuridik shaxsga to'xtaladigan bo'lsak, yuridik shaxs deganimizda bu o'zining tuzilmasiga ega bo'lgan va o'z mol-mulki bilan
javobgarlikni amalga oshiradigan tashkilotni tushunishimiz kerak. Ya'ni bu yuridik shaxs deganimizda ma'lum bir qandaydir inson haqida yoki odam haqida gap ketmayapti. Balki yuridik shaxs deganimizda tashkilot haqida gap ketyapti va uning o'ziga xos bo'lgan kapitali bo'lishi kerak. Ya'ni o'zining tuzilmasi bo'lishi kerak, o'zining mol-mulki bo'lishi kerak va u huquq va erkinliklarni va majburiyatlarini mana shu mol-mulkka asoslanib amalga oshiradi. Masalan, aytaylik, yuridik shaxslar bo'ynida agar qandaydir majburiyat bo'lsa va ular mazkur majburiyatlarni bajara olmasa, biz ularga nisbatan qandaydir sanksiya, ya'ni jazo qo'llashimiz kerak bo'ladi yoki qandaydir yuridik javobgarlikka tortishimizga to'g'ri keladi va mazkur holatlarda ular mol-mulklari bilan javob berishadi. Biz yuridik shaxslarni olib borib, masalan, qamab qo'ya olmaymiz yoki ularga rahbarlik qilayotganlarga qandaydir rahbarlik qilayotganlarning mol-mulklarini musodara qila olmaymiz. Sababi mazkur mol-mulklar ularning shaxsiy mulki sifatida ko'riladi. Shuning uchun biz tushuncha berayotganimizda yuridik shaxslarga hozir yuridik shaxslar o'z mol-mulklari bilan javobgarlikni o'z bo'ynilariga olishadi dedik. Ya'ni agar ular qandaydir majburiyatlarni bajarisha olmasa, ularga nisbatan yuridik javobgarlik ularning mol-mulklari orqali, ya'ni aynan yuridik shaxsning, ma'lum bir tashkilotning mol-mulklarini musodara qilish bilan yoki ularni olib qo'yish bilan amalga oshirilishi mumkin. Shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Jismoniy shaxslar ham o'z o'rnida ma'lum bir turlarga bo'linadi desak ham bo'ladi. Ularning davlat bilan siyosiy va huquqiy munosabatlariga qarab, ya'ni fuqaroligiga qarab, biz ularni ham ma'lum bir turkumlarga bo'lishimiz mumkin ekan. Masalan, O'zbekiston Respublikasi nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, jismoniy shaxslar 3 ga bo'linadi. Bularning birinchisi O'zbekiston Respublikasi fuqarolari. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi bilan siyosiy huquqiy bog'liqlikka ega bo'lgan, fuqarolikka ega bo'lgan shaxslar. Ikkinchi turimiz bu chet el fuqarolari. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga ega bo'lmagan, lekin boshqa har qanday davlatning fuqaroligiga ega bo'lgan shaxslarga biz chet el fuqarosi deya olar ekanmiz. Jismoniy shaxslarning uchinchisi bu apatridlar. Yangi bir tushuncha. Apatridlar hech qanday fuqarolikka ega bo'lmagan shaxslar. Ya'ni ularda hech qanday davlatga nisbatan siyosiy huquqiy bog'liqlik yo'q degani. Ya'ni ularning hech qanday fuqaroligi yo'q degani. Ularni biz apatridlar deb ataymiz. Ya'ni jismoniy shaxslarni biz siz bilan 3 ga bo'ldik. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, chet el fuqarolari va apatridlar. Shaxs mavzusini yana kitobdan batafsil o'qib o'rganishingizni tavsiya etamiz. Videomizning so'ngida siz uchun albatta kitobdan umumlashtirilgan jumlalar va katta olimlarning aytgan aforizmlari keltiriladi. Ularga ham alohida e'tibor qaratishingizni iltimos qilib qolgan bo'lar edik. Keyingi mavzumiz shaxs bilan chambarcham bo'lgan va bog'liq bo'lgan mavzu, 3-mavzumiz jamiyat mavzusi. Jamiyat tushunchasini hozir biz aslida ishlatib ketdik. Lekin jamiyat nima va qanday tuzilmani biz jamiyat deb atashimiz mumkin? Mana shu savollarga ham bugun siz bilan mazkur videorolik orqali, mazkur video dars orqali bilib olishni, tushunib olishga harakat qilamiz. Insonlar agar tarixga qaraydigan bo'lsak, shaxs shakllanganidan so'ng birlashishda juda katta foyda borligini tushunib yetishgan. Ya'ni masalan ov qilayotganda ham tarixda bir insonning qilgan ovi
ikkita yoki uchta yoki undan ko'proq insonlarning qilgan oviga qaraganda kattaroq samaradorlik bergan va shuning uchun insonlar qabilalarga, oilalarga, urug'larga birlashishni boshlashgan va birlashgandan so'ng mazkur urug'larni va oilalarni shakllantirish, yo'naltirish va ularda ma'lum bir qoidalarning paydo bo'lishi vujudga kelgan. Ya'ni jamiyatning o'zining ichida to'g'rirog'i guruhning, insonlar guruhining ichida madaniyat, yo'naltirilish madaniyati va aslida mavjud bo'lish, birgalikda mavjud bo'lish madaniyati shakllangan. Va yillar o'tgani sari jamiyatlar, mazkur guruhlar, insonlar guruhlari rivojlanishni va o'z ichlarida ma'lum bir vazifalarni taqsimlashni, bo'lishni boshlashgan. Va ularning oldida yagona maqsad bo'lgan: yashash. Keyinchalik yashash maqsadi balki yaxshiroq yashash maqsadiga aylangan. Va hozir mana shu tarixiy voqealarni, ya'ni insonning va jamiyatning rivojlanish pog'onalarini o'rganib chiqqanimizda jamiyatga mana shunday tushuncha berishimiz mumkin. Jamiyat bu ma'lum bir maqsadlar uchun ma'lum bir maydonda birlashgan insonlar jamoasidir. Ya'ni har qanday jamoa bu guruhdir, ya'ni insonlar guruhidir. Lekin har qanday guruh ham jamoa bo'la olmaydi. Aytmoqchi bo'lganim, jamiyat bu bir katta jamoa deb ataydigan bo'lsak, u yerda insonlar o'rtasida ma'lum bir vazifalar va ma'lum bir qilinishi kerak bo'lgan ishlar taqsimlangan bo'ladi aslida. Va aslida hozir bergan tushunchamiz bilan, ta'rifimiz bilan ham cheklanib qolmasligimiz kerak. Sababi jamiyatning nafaqat ma'lum bir maqsad, maydon va aytaylik jamoa deya cheklanib qolishimiz mumkin. Balki jamiyat deganimizda biz yillar davomida shakllangan tarix va madaniyatni ham unutmasligimiz kerak. Sababi jamiyatning o'ziga xos bo'lgan madaniyati, o'ziga xos bo'lgan belgilari va o'ziga xos bo'lgan tarixi ham mavjud bo'ladi. Shu bilan jamiyat odatiy guruh, inson guruhlaridan va odatiy jamoalardan ham ajralib turadi. Yana jamiyat to'g'risida biz gapirganimizda albatta munosabatlar to'g'risida gap ketadi. Masalan, bitta maydonda yig'ilgan va balki bitta maqsadga ega bo'lgan insonlar guruhini biz jamiyat deb atay olmaymiz. Chunki ularning o'rtasida davomiy munosabatlar mavjud bo'lmaydi. Ya'ni jamiyatga xos bo'lgan narsa bu davomiylikdir. Ya'ni maqsadlarning va guruh bo'lib faoliyat yuritishning davomiyligidir. Mana shu ham aslida jamiyatning belgilaridan bittasi deb o'tsak bo'ladi. Masalan, boshida aytib o'tgan tushunchamizda biz maqsad, maydon va jamoa to'g'risida gapirgan bo'lsak, bularga qo'shimcha sifatida hamda umumiy madaniyat, umumiy tarix va maqsadlarning va birlashuvining davomiyligi to'g'risida ham aytib o'tishimiz mumkin. Ya'ni mana shu belgilarni o'z ichida mujassam etgan ma'lum bir insonlar jamoasini biz jamiyat deb atashimiz mumkin. Bugun siz bilan ulashmoqchi bo'lgan bilimlarimiz, darslarimiz mana shulardan iborat edi. Albatta kitobni o'qib, mavzularni takrorlashni esingizdan chiqarmang. Doim H-Pro bilan, doim talabalar assotsiatsiyasi bilan qoling. Batafsil mavzularni o'rganish uchun albatta hamma darslarimizni ko'rib chiqing. Salomat bo'ling. Azizlar,
Endi esa o'tgan mavzularimizni yanada takrorlab olishingiz uchun sizlarga mazkur kazus va testlarni yechishingizni taklif etamiz. Kazus va testlarning javoblari keyingi videolarimizda taqdim etiladi.